Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun odam va hayvonlar fiziologiyasi parallelidan nafas olish fiziologiyasi, nafas olishning yaxshi xususiyatlari va gigiyenasi mavzusi to'g'risida tanishib o'tamiz. Bugungi darsimizning rejasini yozib olishingiz mumkin. Birinchisi nafas olishning ahamiyati, ikkinchisi nafas olish a'zolarining rivojlanish evolyutsiyasi, uchinchi nafas olish organlari va nafasni boshqaruvchi mexanizmlar, to'rtinchi rejamiz chaqaloqlik va bolalikning turli davrlarda nafas olish xususiyatlari, beshinchisi o'pkada gazlar almashinuvi, nafas olish gigiyenasi, oltinchi xulosa hamda foydalanilgan adabiyotlar sharhlari bilan tanishib o'tamiz. Birinchi rejamizga keladigan bo'lsak, albatta nafas olish tirik organizm uchun juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Chunki tashqi muhitdan, ya'ni o'simliklar hosil qilgan organik moddalardan fotosintez natijasida kislorod ajraladi. Albatta buni biz o'pkalarimiz orqali nafas olamiz. Bunda nafas yo'llarining ahamiyati ham juda ham katta bo'lib hisoblanadi. Barcha tirik organizmlarning nafas olishi hayoti uchun uni asosini egallaydi. Shuning uchun ham inson tashqi muhit bilan doimiy ravishda bog'liq holda hayot kechirish imkoniyatiga ega bo'lib hisoblanadi. Ikkinchidan rejaga qaytadigan bo'lsak, nafas olish a'zolarining rivojlanishi, ya'ni evolyutsiyasi. Biz bilamizki, sayyoramizda bir qancha turdagi tirik organizmlar mavjud bo'lib hisoblanadi. Umuman tirik organizmlarni o'simliklar hamda hayvonot dunyosiga ajratadigan bo'lsak, hayvonot dunyosining 2,5 millionga yaqin turlari turli yashash muhitlarida hayot kechiradilar. Demak, bundan 2,5–3,5 milliard yil oldin dastlab suvda hayot paydo bo'lgan bo'lsa, ana shu tirik organizmlar demak diffuziya orqali nima qilgan? Suvda ergan kislorod bilan nafas olganligini ko'rish mumkin bo'lib hisoblanadi. Keyinchalik esa mana xordallar tipini asosan oladigan bo'lsak, masalan baliqlar sinfiga keladigan bo'lsak, jabralar orqali jabralarda masalan tichinkalar mavjud bo'lib hisoblanadi. Ana shu tichinkalar orqali suvdagi kislorod bilan nima qiladi? Nafas oladi. Suvda va quruqda yashovchilar, sudralib yuruvchilar va boshqa turdagi hayvonlar, ya'ni qushlar va suv emizuvchilar esa o'pkasi orqali nima qiladi? Nafas oladi. Bunda masalan amfibiyalar, ya'ni suvda va quruqda yashovchilar yoki sudralib yuruvchilarda masalan turli yashash muhitiga moslashganligi sababli terisi ham nafas olishda qatnashadi. Masalan odamlarni nafas olishiga keladigan bo'lsak ham, o'sha nafas havosining qariyb 5–6% terisi orqali o'tib turar ekan. Qolgan qismi esa o'pkasi orqali nima qiladi? Organizmga kiradi. Mana bu yerda demak o'sha suvda va quruqda yashovchilardan masalan baqalarni hamda emizuvchilardan itni hamda qushlardan kaptarni nafas olish a'zolarini bir-biriga nima qilgan? Taqqoslagan. Bunda masalan baqani oladigan bo'lsak, baqa deyarli ma'lum vaqt suv muhitida nima qiladi? Tura olish xususiyatiga ega bo'lib hisoblanadi. Bunda o'sha terisi muhim rol o'ynaydi. Bunday vaqt davomida tashqi muhitga chiqib, u atmosfera havosida nima qiladi? O'sha o'pkalari orqali nafas olish xususiyatiga ega bo'lib hisoblanadi. Qushlarga keladigan bo'lsak, qushlar ham o'pkasi orqali nafas oladi. Bundan tashqari qushlarda o'sha organizmda ichki a'zolarning orasida havo qufachalari mavjud bo'lib hisoblanadi.
mana shu uni havo xaltachalari ham deb qo'yamiz. Ana shu havo xaltachalari nafas olishda o'sha tanasini qisib ketishdan nima qilish qanday bo'lyapti? shu xususiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Eshitdingmi? Itni keladigan bo'lsak, itlar ham terisi yupqa bo'lganligi sababli atmosfera havosidan nima qiladi, o'sha ma'lum vaqt davomida terisi orqali nafas oladi. Asosiy nafas olish asosi esa o'sha o'pkasi bo'lib hisoblanadi. Bunda o'sha xuddi insonlar singari nafas olish yo'llari, ya'ni burun bo'shlig'i, traxeya va kipriklar yoki mana shu bronxlar hamda alveollar juda ham muhim rol o'ynaydi. Endi uchinchi rejamga keladigan bo'lsak, nafas olish a'zolari va nafasni boshqaruvchi mexanizmlar. Nafas olishda savol tug'ilishi mumkin. Nafas olish qanday amalga oshadi? Bunda tirik organizmlarda asosan tashqi hamda ichki nafas olish nimalari mavjud bo'lsa-da, tashqi nafas olishda tashqi muhit bilan o'pka o'rtasida havo almashinish xususiyatiga ega bo'lib turadi. Biz bilamizki, masalan, chaqaloq dunyoga kelgandan keyin yo'ldoshi orqali Qo'rqinchli gaplarga kindigidan ajratiladi. Kindigidan ajratilganda esa o'sha uning o'pkasi nima qiladi? Ishlay boshlaydi. Ishlagandan keyin demak o'sha tashqi muhit bilan bog'lanish orqali atmosfera havosidan o'pkasi orqali nafas olish xususiyati hisoblanadi. İçki nafas olish esa o'pka va to'qimalar o'rtasida nima qiladi? Ro'y beradi. Bunda demak o'sha tashqi muhitdan kirgan havo o'pkaga o'tadi. Yuqorida biz aytganimizdek, o'pkadan esa o'sha bosimning yuqoriligi sababli o'tadi. Qon esa butun organizmga to'qima va hujayralarni kislorodga bo'lgan qismini qondirib beradi. Hosil bo'lgan karbonat angidrid yana o'sha qon orqali o'pka tashqi muhitga chiqarib yuboradi. Shuning uchun ham o'pkamiz ajratish vazifasini ham bajaradi. Endi mana bu yerda turli yosh davrlarda organizmda nafas olishni amalga oshishini ko'radigan bo'lsak, masalan, mana bu yerda demak chaqaloqlar, yuqorida biz aytib o'tganimiz dastlab o'sha burun bo'shlig'ida borligi, bunga tashqari moddalar bilan to'lganligi sababli nafas olishga nima qiladi? Qiynaladi. Mana shunda demak uning chaqaloqning o'pkasida 20 millionga yaqin o'pkachalar, ya'ni alveollar mavjud bo'lsa-da, ana shu alveollarda zaxira moddalari nima qiladi? Saqlanadi. Bola qiynalgan payti ana shu alveollardagi zaxira havodan demak to'qilma va hujayralarning kislorodga bo'lgan tanqisligini qondirish xususiyatiga ega bo'lib hisoblanadi. Endi bundan tashqari bola hayotining 3 oyi davomida o'pkasi 2 marta, ya'ni 50 grammdan 95 grammgacha, demak tug'ilgan payti 50 gramm bo'lsa, 3 oy davomida 95 grammgacha ortishi mumkin ekan. 8 yoshda dastlabkisini nisbatan 8 marta ortib 400 grammgacha, 12 yoshda esa 10 marta ortadi. Kattalarga qaraganda kattalarniki esa 20 marta ortish, demak 1200 grammgacha, 1 kilo 200 grammgacha yetishi mumkin bo'lsa, o'sha katta yoshli odamlarda demak alveollarning soni 750 million donagacha yetadi. Alveollar biz bilamizki, shu ustki qismi
bir qavat epiteliy